Assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Bugun 17 sentyabr. Bugungi yangiliklarimizni ko'rsatishda davom ettiramiz. Mana bugungi bozorimiz. Assalomu alaykum. Opa. Necha pul ekan bu ko'ylakchalar? Velvet ko'ylakchalar 30 ming. Rassetkalar zo'r. Fasollari va shudar ekan. Assalomu alaykum. Opa do'ykalar necha pul ekan? 35 ming. Fabrichnich. Kofta yubkachalar. Assalomu alaykum. Futbolkalar necha pul ekan? 12 ming. Yangi uzun futbolka. Palasa 12 ming so'm. Ranglari seroq. Tikilishlar zo'r ekan. Odamga yarashib turadigan narsa. 12 ming so'm. Brejalar necha pul ekan? Ular? Narxi 20 ming so'm. Rassetkalar zo'r ekan. Bu velvetlarchi? 50 ming ekan. Katta razmerdagilar bular. Vishkali. Vishka urilgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shapkalar necha pul ekan? 10 ming so'm. Bularchi? Hammasi 10 ming so'mdanmi? Ha, 10 ming so'mdan hamma shapkachalar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ko'ylakchalar necha pul ekan? 35 ming. Jinsovka. Jinsovka ko'ylakchalar. Instagramga opa. Mana bu ishlar hammasi 15 ming so'mdan. 15 ming so'm. Pachkaga faqat donaga 20 ming so'm. Bu ishlar nimaga har safar ko'rsatadi deyishlari mumkin. Bu bozorda o'zim ham turaman, o'zim savdo qilaman. Shuning uchun bu o'zimning mahsulotlarim. Shuning uchun har bozor ko'rsataman majbur.